Jigar, gepar. Jigar inson tanasidagi eng katta bez hisoblanadi. Uning og'irligi o'rtacha 1500 grammga teng. Jigar qorin bo'shlig'ini o'ng yuqorigi tomonida joylashadi. O'ng qovurg'alar yoyi ostida joylashadi. Jigarni yuqoridan diafragma chegaralab turadi. Pastdan oshqozon, 12 barmoqli ichak, yo'g'on ichakning ma'lum bir qismlari, bundan tashqari buyrak usti bezi chegaralab turadi. Jigarning yuqorigi tomonida, demak, qorin pardani varaqlaridan hosil bo'lgan tochsimon boylam bo'ladi. Biz uni ligamentum coronarium deymiz. Tochsimon boylam jigarning o'ng va chap burchaklarida, demak, uchburchaksimon boylamlar ligamentum triangularis, hepatis dexter et sinisterlarda hosil qiladi. Va mana jigarimizda demak ikkita bo'lak, o'ng bo'lak, lobus hepatis dexter hamda chap bo'lak, lobus hepatis sinisterlar bor. O'ng va chap bo'lakni oldingi tomondan mana mulyajda juda ham yaxshi tasvirlangan o'roqsimon boylam ligamentum falciforme chegaralab turadi. Demak, hurmatli talabalar, biz jigarda ko'rib turgan yuza, ya'ni mana shu yuza jigarning oldingi va yuqorigi yuzasi hisoblanadi. Anatomiyada biz buni diafragma yuzasi ham deymiz, chunki diafragma qoplab turadi. Demak, biz buni fasis diafragmatika deymiz. Orqa tomoni bo'lsa fasis visceralis deyiladi. Orqa pastki tomoni hisoblanadi. Aynan mana shu yuza fasis visceralis, ya'ni visceral yuza a'zolarga, ya'ni ichki a'zolarga qaragan yuza hisoblanadi va bu orqa pastki tomoni hisoblanadi. Demak, takrorlayman. Oldingi, demak, yuqorigi hamda orqa pastki yuzalari demak jigarda bor. Orqa pastki yuzasini biz visceral yuzasi yoki umuman olganda ichki a'zolarga qaragan yuzasi deymiz va aynan mana shu yuzasida juda ham ko'plab botiqliklar bo'ladi. Misol uchun mana chap bo'lagida biz ko'rib turibmiz juda yaxshi tasvirlangan oshqozon botiqligi. Chunki bu mana bunday turganda, demak, oshqozonni aynan yuqorigi tomonida bo'ladi. Shuning uchun ham biz buni oshqozon botiqligi deymiz. Demak, oshqozon botiqligi impressio gastrika deyiladi. Mana bu yerda bo'lsa 12 barmoqli ichak botiqligi impressio duodenalis qisman bu tomonda ham o'tgan bo'ladi. 12 barmoqli ichak mana bunda o'tadi va bu tomoni, demak, yo'g'on ichakni chambar ichagiga qaraganligi uchun ham demak impressio kolika deyiladi. Bu mana bu botiqlikni bo'lsa biz demak buyrak botiqligi deymiz, ya'ni impressio renalis. Buyrak botiqligining ustida mana uchburchaksimon shaklda yoki ispan shlyapasini shaklida deb bergan kitoblarimizda bu buyrak usti bezining botiqligi. Demak, impressio suprarenalis. Aynan bu buyrak usti bezining botiqligi. Demak, takrorlab aytaman, hurmatli talabalar, jigarda aynan mana shu yuzasi a'zolarga qaragan bo'ladi va ularda demak a'zolarning botiqliklarini tasvirini biz ko'rishimiz mumkin. 10 bo'lakda yana ikkita bo'lakni biz ko'rishimiz mumkin. Mana bu sathda demak lobus caudatus, ya'ni dumsimon bo'lak va mana bu yerda mana qaraydigan bo'lsak lobus quadratus, ya'ni kvadratsimon bo'lak. Demak, 10 bo'lak, ya'ni ikkita bo'lakka ajratilar ekan. Lobus caudatus dumsimon bo'lak va lobus quadratus bu kvadratsimon bo'lak. Endi lobus caudatusda aynan mana bu sathida demak dumsimon o'simta bo'ladi. Biz buni processus caudatus deymiz va mana bu tomonida so'rg'uchsimon o'simta bo'ladi. Biz buni processus papillaris deb aytamiz. Hurmatli talabalar, jigar qorin parda bilan 3 tomonlama o'ralgan a'zo hisoblanadi, ya'ni mezoperitoneal a'zo hisoblanadi. Faqat mana qorin pardani varaqlari bilan o'zi ajralib ham turibdi. Mana shu qism o'ralmagan bo'ladi va biz buni area nuda, ya'ni bo'sh maydoncha yoki ochiq maydoncha deb tarjima qilamiz. Area nuda aynan mana shu sathda bo'ladi.
Endi mana bu yerda biza demak jigar darvozasini ko'rishimiz mumkin. Jigar darvozasidan demak xususiy jigar arteriyasi, darvoza venasi va nervlar kiradi. O't yo'li hamda limfa tolalari chiqadi. Demak, takrorlayman, xususiy jigar arteriyasi, darvoza venasi hamda nervlar kiradi va mana o't yo'li hamda limfa tolalari jigar darvozasidan tashqariga chiqadi. Endi jigar qon bilan ta'minlangandan keyin o'zi umuman olganda uni venalari, ya'ni jigar venalari mana bu sathda, endi biz yuqorida aytdik, chap hamda mana bu o'ng dedik. Ikkita tomondan, o'ng va chap, demak bu tomondan ham bu tomondan ham jigar venalari mana pastki kavak venaga quyiladi. Bular jigardan chiquvchi demak qon tomirlar hisoblanadi. Demak, hurmatli talabalar, biz bu rasmda jigarni darvoza venasini ko'ryapmiz. Ya'ni vena portani. Darvoza venasi demak mana uni uzunligi ko'rib turibsizlar. U jigar darvozasi orqali kirib, demak ikkita tarmoqqa ajraladi. Ya'ni o'ng va chap bo'lak tarmoqlarga ajraladi. Demak, vena porta hepatis dexter et vena porta hepatis sinisterga ajraladi. Demak, bu vena portani demak dastlabki bo'linishi, demak o'ng bo'lagiga jigarda hamda chap bo'lagiga tarmoqlarga ajraldi. Endi e'tibor qilib qaraydigan bo'lsak, mana chap bo'lagiga ketgan tarmog'i demak birinchi sektoral venani hosil qildi. Sektor venani hosil qildi va birinchi segment vena ham shuni o'zi hisoblanadi. Va ikkinchi bu jigarda demak ikkinchi segmentiga boruvchi ikkinchi sektoral va ikkinchi segment venasi hisoblanadi. Va mana bu uchinchi tarmoq, demak uchinchi sektoral vena ikkiga bo'linadi. Demak, uchinchi segmentga va to'rtinchi segmentga boruvchi sektoral venalarga bo'linadi. Demak, bundan xulosa kelib chiqadiki, jigarda chap bo'lagida 3 ta sektor, mana 3 ta sektor va 4 ta segment bor. O'ng bo'lagiga boruvchisi bo'lsa, demak bu ikkita sektor venaga ajraladi. Ikkita sektor venaga ajraldi va har bir sektor vena demak ikkitadan segment venaga ajraladi. Demak, bundan xulosa qilishimiz mumkinki, jigarda o'ng bo'lagida ikkita sektor va 4 ta segment bor. Demak jami bu yerda mana 1 dan 8 gacha bo'lgan raqamlar qo'yilgan, chunki har bittasi bitta segmentlarga boryapti. Demak, jigarda jami 8 ta segment bor va sektorlari bo'lsa, demak mana 1, 2, 3 bu chap bo'lagida va mana 1, 2 o'ng bo'lagida. Jami 5 ta segment bor. Demak, jigarda mana 2 ta bo'lak, 5 ta sektor, 8 ta segment bor. Aynan bu bitta vena ko'rinishida shuni aytib o'tishim kerak, hurmatli talabalar. Bu tarmoqlanish demak jigarda xususiy arteriyasi hamda o't yo'li ko'rinishi ham xuddi shunday tarmoqlarga iborat bo'ladi. Ya'ni bir xil bo'ladi. Xuddi shunday 2 ta bo'lak, 5 ta sektor va 8 ta segmentga bo'linib ketgan bo'ladi ular ham. Aynan jigarda 1957-yilda Kuyno tomonidan bu tarmoq nima qilish bo'lish tavsiya qilingan, segmentlarga, sektorlarga ajratish tavsiya qilingan. Bu demak aynan mana shu venalarni yoki o't yo'llarini tarmoqlarga qarab bu xuddi shunday segmentlarga ajratilgan. Hurmatli talabalar, demak jigarimiz xuddi mana rasmda sizlar ko'rib turgandek 6 burchakli prizma shaklidagi bo'lakchalardan iborat. Eslatib o'taman. Har bitta bo'lakchani o'rtasida vena centralis bo'ladi. Demak, markaziy vena bo'ladi. Va bo'lakchalar mana to'siqlar yordamida demak bu yerda ustunchalarga ajraladi. Mana bularning barchasi ustunchalar hisoblanadi. Mana bu yerda demak tashqariga men bitta ustunchani alohida sizlarga ko'rsatganman. Endi bitta narsani tushunishimiz kerak, jigarda bunaqa bo'lakchalardan juda ham ko'p. Demak, jigar bo'lakchalari mana ustunchalardan iborat. Ustunchalarning bitta tomoni, ya'ni vena centralisga qaragan tomoni doimo yopiq.
va ustunchalarni bo'lakchalarni tashqarigi tomoniga qaragan tomoni ustunchani ikkinchi tomoni demak ochiq bo'ladi. Demak, bitta tomoni yopiq, ikkinchi tomoni doimo ochiq bo'ladi. Va o'z o'rinda yana shuni aytib o'tishim kerak. Aynan mana shu demak bo'lakchalarga jigar arteriyasi hamda darvoza venasini tarmoqlari kiradi. O't yo'li bo'lsa, aynan bu yerdan tashqariga chiqadi. Mana buni bitta demak ustuncha misolda ko'rib chiqamiz. Har bir ustunchani ichida, demak aytib o'tdim, har bir ustuncha ikkita devordan iborat va ustunchaning ichida ikki qator bo'lib joylashgan gepatotsitlar. Bilamizki, gepatotsitlar bular jigar hujayralari, ikkita qator bo'lib joylashgan va o'rtasi bo'shliq bo'ladi. Mana shu o'rtada aynan gepatotsitlar ishtirokida o't suyuqligi hosil bo'ladi. Ya'ni ishlab chiqariladi. Mana shu o't suyuqligini biz mana shu yerda ko'rib turibmiz. Aynan mana shu yo'lni endi biz aytamiz ductus biliferi, ya'ni dastlabki o't yo'li deb aytamiz. Demak, birinchi bo'lib o't yo'li mana shu yo'lga oqadi, oqib chiqadi gepatotsitlardan. Va bu o't yo'lini devori bo'lmaydi. Devorsiz bo'ladi. Chunki ikki qator, mana ikkita tomonda joylashgan gepatotsit hujayralarining tashqaridan devori bor. Shuning uchun ham bu yo'lga alohida devor bo'lmaydi va bu yo'l gepatotsitlarga doimo ochiq bo'ladi. Endi birinchi yo'l demak, hurmatli talabalar, biz bildik, bu ductus biliferi, ya'ni dastlabki nay hisoblanadi. Aynan mana shu dastlabki naydan keyin endi e'tibor qilinglar, har bitta ustunchadan o'zini naylari tashqariga ochiladi mana bundoq. Va bu bitta bo'lakdan chiquvchi naylar. Bu yoqda yana bo'lak bor va o'sha bo'lakchalarda barchasi mana shu oraliq nayga oqadi. Ya'ni bo'lakchalar orasidagi nayga oqadi. Va biz buni endi bo'lakchalar aro nay deb aytamiz. Ya'ni ductus interlobularis deymiz. Ductus interlobularislar yana o'sha rasmdan foydalanaman. Yuqorida men aytib o'tib ketdim. Venani tarmoqlari va o't yo'lini tarmoqlari bular bir-biriga juda ham o'xshash dedim. O'sha uchun men o'sha venani tarmoqlari orqali, shu rasm orqali sizlarga tushuntiraman. Demak, o't yo'lida ham xuddi shunga o'xshash tarmoq bo'ladi. Demak, biz ikkita nayni ko'rib chiqdik. Bular demak ductus biliferi, ya'ni biz aytdik uni dastlabki nay dedik va ulardan hosil bo'lgan ductus demak interlobularis, ya'ni bo'lakchalar aro nay. Bo'lakchalar aro nay demak hosil qiladi, mana segmentar naylarni hosil qiladi. Segmentar naylar, ikkita segmentar nay qo'shilib sektoral nayni hosil qiladi. Demak, sektoral naylar demak mana bu bitta sektoral nay, bu bitta sektoral nay, ikkita sektor naylar qo'shilishidan demak jigarni bo'lak naylari. Ya'ni biz aytib o'tdik, demak o'ng va chap bo'laklari bor dedik. Bo'lak naylari hosil bo'ladi. Bo'lak naylari o'zaro qo'shilishidan endi hosil bo'ladi, demak jigarni umumiy o't yo'li hosil bo'ladi. Mana hurmatli talabalar, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Demak, jigarda ikkita bo'lak nayi, ya'ni o'ng hamda chap bo'laklaridan chiquvchi naylar qo'shilib jigarni umumiy nayini hosil qildi. Ya'ni ductus hepatis dexter va sinisterlardan ductus hepatis communis hosil bo'ldi va ductus hepatis communisga ductus cysticus, ya'ni xususiy o't yo'li qo'shilishidan demak ana endi umumiy o't yo'li hosil bo'ldi. Umumiy o't yo'li demak yuqorida takrorladim, nimalarni qo'shilishidan hosil bo'lganini. Endi bu 12 barmoqli ichakka borib quyiladi. Faqat quyilishdan oldin me'da osti bezini asosiy nayi bilan qo'shiladi. Ya'ni ductus pancreaticus bilan qo'shilib, ikkalasi birgalikda mana bu yerda mana ampula bo'ladi bu yerda. Kengayma va mana shu kengaymadan demak o'tadi papilla duodenum majorga. Ya'ni 12 barmoqli ichakni pastga tushuvchi qismidagi medial devorida bor bo'lgan 12 barmoqli ichakni katta so'rg'ichiga quyiladi. Va hazm jarayonlarida demak bu yoqda ular ishtirok etadi, o'zini vazifasini bajaradi. Endi bu yerda biz bu rasmda ko'rishimiz mumkin, mana o't pufagini. O't pufagi demak 3 ta qismdan iborat. Uni tor buyunchasi, demak buyunchasi mana uni kirish qismi hisoblanadi va tanasi va
tubi. Demak, unda 3 ta qism bor. Bo'yni, tanasi va tubi bor. Endi ichida biz mana shilliq qavatini ko'rib turibmiz. Shilliq qavatida juda ham ko'p mana burmachalarni ko'rishimiz mumkin. Demak, bu burmalarning soni juda ham ko'p bo'ladi.